qizlar, birinchi reklamam puliga shunaqangi o'zimga zo'r kerakligini solib sizlar bilan raspakov qilamiz. Ketdik. Chiroyli qilib bunaqa montaj qilishga vaqtim yo'q, shuni tez ochib ketaman. Xo'p, bu idishimman. Men bu uyda pechenyelarga, nimadir kasha-poshalarni solishlarga oldim. Xo'p, narxi 29 ming. Shunaqa yopiladi. Zo'r, qaranglar. Keyingisi. O'chir ovozingni bo'l. Buni raspakovka qilishim uchun necha kun kutdim va ochib даже ishlata olmadim. Bu butilka yuvish uchun. Mana qaranglar, bunaqa zo'r. Silikonovi, mana bu yerda bunaqa. Nima uchun men vaqtimni ketib blog yurg'izaman? Blogim orqali menga passiv daromad kelishni boshlagan qizlar. Mana hozir ham shu passiv daromadim orqali shu narsalarni xarid qildim uyimga. Qaranglar, zo'rligini. Shunaqa idishlarni ko'raman. Shunaqa idish olganim silikonovi, buni paketi yirtilib ketdi. Bunaqa suv ichadigan idishi, mana bunaqa oldiga taqib qo'yadi bolaga. Mana bunaqa ovqat soladi. Ovqat solmayman chunki bu silikon. Bunga mevalar qilmoqchiman, xudo xohlasa. Keyingisi 28 ming qo'yganlar narxini esimdan chiqdi. Shu asal narsa oldim qizlar. Bu meni chiroyli estetichniy oshxonam uchun. Qo'yib qo'yaman. Chiroyli kadrlar uchun. Yana boyagi idishdan yana bitta oldim. Ikkita olganman undan. Bundan tashqari bunaqa idishlar oldim. Bu o'g'limning ovqatlarini solib qo'yishga. Xudo xohlasa. Bismillah. Passiv daromad, ya'ni reklamadan orqali kelgan daromadim bilan shunaqa idishlar xarid qildim. Sizga ham shunaqangi passiv daromad kerak bo'lsa, Instagramingizda blogingizni yozmoqchi bo'lsangiz, men hozirda o'zimning kursimni tashkil qilganman. Kursim hamyonbop uy bekalar uchun 99 mingdan qizlar. Xarid qilmoqchi bo'lsanglar, bemalol direkt yozsanglar bo'ladi. Bu kursda sizlar nimani o'rganasizlar? Yana shunaqa xamir yoyishga. Xo'p, bu kursda siz nimani o'rganasiz? Instagramni noldan o'rganasiz. Ya'ni Instagram yurg'izishni bolam uchun idish oldim. Instagramingizni ochishi, qanaqa qilib uni upakovka qilishi, sizga ham qanaqa passiv daromad kelishlar yo'llarini o'rgataman va o'zingizni blogingizni menga o'xshab yurg'izasiz. Xohlasangiz lifestyle, ya'ni hayotingizda olib, xohlasangiz bolangiz bilan yurg'izasiz. Xohlasangiz biznesingiz, любой biznes egasi kursimni sotib olsa bo'ladi. 99 mingga juda ham zo'r. Men 16 yillik bilimimni berganman qizlar. O'shaning uchun bemalol xarid qilsangiz bo'ladi. Bu ham o'g'lim uchun silikonoviy idish. Bunda men bu tuxumlarni, ovqatlarni mana shunaqa qilib morozinika muzlatib qo'yib, xuddi saska shaklida qilib beraman. Keyingisi bunaqa silikonoviy idishlar. Bunga ham ovqatlarni mana shunaqa qilib o'ziga mos qo'liga ushlaydigan qilib chiroyli qilib beraman. Keyingi idishimizda shunaqangi paretda qilgani qaranglar, mana qozonchaga solasizlar, mamatiga ovqatlarni tegizib parda pishadi bu. Parda pishganda vitamini o'lib ketmaydi, suvga solganda ko'p vitamin o'lib ketadi. Bunda vitaminlari o'zi bilan qoladi. Parda pishgan sabzavotlar, mevalar. Ko'rib turganingizdek, men ham uyda 4 ta bolam bilan o'tirgan holatda Instagramni yurg'izaman va menga passiv daromad keladi. Bundan tashqari barterga ishlaymiz. Barterga ishlaganda juda ham ko'p stresslar, pamperslar, har xil o'ynash oromgohlar, ovqatlanishlar hammasi menga tekinga bo'ladi, ya'ni barter evaziga. Men ularga reklama beraman, ular menga sharoit qilib berishadi. Ya'ni tekinga ovqatlarni bemalol bolalarimni ham o'ynatib kela olaman. Shunaqangi idish oldim yana qizlar. Xullas, sizlarga ham shunaqangi passiv daromadingiz bo'lishini xohlasangiz, Instagram noldan yurishni xohlasangiz, 99 ming kursini xarid qiling. Bor yo'q 15 ta odam olaman, bundan ko'p odam ololmayman qizlar. Sizlar bilan xudo xohlasa, ya'ni bu kursim onlayn, offlayn emas, uyda o'tirgan holatda bemalol shug'ullansanglar bo'ladi. Savollar bo'yicha yozaverasizlar bemalol.